Assalomu alaykum do'stlar, hammalar yaxshimisizlar? Qirg'iziston O'sh shahri, Xurmanjon Datqa ko'chasi 8-mart svetoforga yetmasdan hammamiz bilamiz, Aqsaray qurilish kompaniyasi tegishli ushbu dom bor. Tagida juda ham chiroyli, faizli ushbu iftor bozorlar bo'lyapti, hammamiz bilamiz. Shu domda 10-qavatda 126 kvadratli kvartiramiz bugun sotuvda. 10-qavatga chiqib oldik. Do'stlar, mana bu kirolishimiz bo'lyapti. Keng, katta holimiz ham do'stlarim, qaranglar, bitta o'zi katta bir zalda o'rni ekan holimiz. Mashalloh, kirganimizda birinchi manzaraga keling. Eshikdan kirganda ro'pparadagi mana bu bir studiyaga o'xshagan bir chiroyli xonamizni ko'rsatib o'tay. Mashalloh. Do'stlar, manzarani qaranglar. Tevalikdan qo'qaman deysizlar-ku. Qo'rqmanglar. Bu dom juda ham bir hali pishiq, mustahkam tushgan domlardan xavotir olmanglar do'stlarim. Mana tagimizda iftor bozori bo'lyapti do'stlarim. Xurmanjon Datqa ko'chasi, Sushi Time. Bu yog'imizda Zamzam marketlar, o'zingizlar bilasizlar, juda ham orientir zo'r joyda do'stlarim. Endi bu xonamizdan chiqaylik. Bu endi birinchi ko'rsatib qo'ydim sizlarga. Buni mana eshikdan kirganimizda holimizdan o'ng qo'lga yursak, mana bu yerda yana bitta xonamiz bor ekan. Mana bu bitta kichkina xonamiz, endi buni ham bir kuxnya yoki bir detskiy xona qilsanglar bo'laveradi, yoki bir garderob qo'yib olinglar. Va bu yerdan yana bitta xonamizga chiqadigan bir eshikchamiz bor ekan. Va xohlasanglar holimizdan bu yoqdan kirasizlar, xohlasanglar bu hozirgi xonamizdan chiqsanglar bo'laveradi. Akalar, bu yoqqa kelmanglar. Xullas, bu yerdan ham bitta chiroyli manzara bor, o'ziga yarasha aynagimiz bor yorug'lik uchun. Elektromontajlarimiz putgan ekan. Endi do'stlar, bitta, ikkita, mana bu bilan 3 ta xonani ko'rdik-a. Bu yerda ham do'stlarim mana bu hali mehrobga o'xshagan bir joyi bilan yana bitta kattagina bir joyimiz bor ekan, qaranglar. Mana. Buni ham birisi qilsanglar bo'ladi ekan do'stlar. Endi bu yoqqa kiradigan bo'lsak, bu menimcha spanli ekan, chunki o'zini alohida mana bu yerda dush, hojatxona uchun bitta xonamiz bor ekan, ya'ni endi buni oldida mana bitta xonamiz. Bu xonamiz ham o'zini yo'lni bo'yiga qarab tushgan aynagi bor. Bu aynadan qaraydigan bo'lsak, yana xuddi shu o'sha Xurmanjon Datqa ko'chasi ko'rinadi. Xullas 126 kvadratlik 10-qavatda joylashgan. Puli kvadrat metri bo'ladigan narxi, to'xtagan narxi $750 ekan. Juda ham shoshilish ekan. Bu domda o'zingizlar ko'rasizlar, suv, svet, lift, endi hamma sharoitlari xudo xolasa chiroyli bo'lgan ekan. 0755 bilan 96 02 30. Qaytaraman. 755 bilan 96 02 30.